Assalomu alaykum. Bu dunyoda adolat bormi? Bu savolga bugun javob topasiz. Videoni oxirigacha ko'ring va mazmunini tushunsangiz, izohlarda fikringizni kutaman. Bu dunyoda adolatning mavjudligi haqida turli xil nuqtai nazarlar mavjud. Ba'zi odamlar adolatning mavjudligiga ishonishadi. Boshqalar esa adolatning yo'qligiga ishonishadi. Adolatning mavjudligi haqida turli xil dalillar, masalan, qonunlar va huquqiy tizimlar adolatni saqlashga xizmat qiladi. Shuningdek, ko'plab odamlar adolatli munosabatlarga rioya qilishga harakat qilishadi. Lekin adolatning yo'qligi haqida ham dalillar mavjud. Masalan, ko'plab odamlar adolatsizlikka duch kelishadi. Masalan, irqiy diskriminatsiya, korrupsiya va boshqalar. Shuning uchun adolatning mavjudligi haqida yagona javob yo'q. Adolatning mavjudligi haqida turli xil nuqtai nazarlar mavjud va har bir kishi o'z nuqtai nazariga ko'ra adolatning mavjudligi haqida qaror qilishi mumkin. Lekin adolatning mavjudligi haqida gaplashganda biz adolatning nima ekanligi haqida ham gaplashishimiz kerak. Adolat bu qandaydir ideal, qandaydir maqsad, qandaydir mezondir. Adolat bu insoniyatning umumiy maqsadi, insoniyatning umumiy orzusidir. Shuning uchun adolatning mavjudligi haqida gaplashganda biz adolatning nima ekanligi haqida ham gaplashishimiz kerak. Biz adolatning maqsadini, adolatning mezonini, adolatning idealini aniqlashimiz kerak. Shu joyda savol tug'iladi. Adolatning ideali nima? Adolatning ideali birinchisi tenglikdir. Tenglikni ta'minlashni nazarda tutadi, ya'ni barcha odamlar teng huquqlarga ega bo'lishlari, teng imkoniyatlarga ega bo'lishlari kerak. Haqiqat, adolatning ideali haqiqatni ta'minlashni nazarda tutadi. Ya'ni haqiqatni ochib berish, haqiqatni himoya qilish kerak. 3. Inson huquqlari. Adolatning ideali inson huquqlarini ta'minlashdan nazarda tutadi. Ya'ni barcha odamlar o'z huquqlariga ega bo'lishlari, o'z huquqlarini himoya qilishlari kerak. Javobgarlik. Adolatning ideal javobgarlikni ta'minlashni nazarda tutadi. Ya'ni har bir kishi o'z harakatlariga javobgar bo'lishi kerak. Sudning mustaqilligi. Adolatning ideali sudning mustaqilligini ta'minlashni nazarda tutadi. Ya'ni sud mustaqil bo'lishi, haqiqatni ochib berishi, adolatni ta'minlashi kerak. Bu adolatning idealini ta'minlash uchun zarur bo'lgan asosiy prinsiplar. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, obuna bo'ling va qo'shimchasiga Instagramdagi sahifamizga ham obuna bo'lishni unutmang. Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Albatta videoga like bosishni unutmang.